1993-yilda tug'ilgan Qodirov Sherzodbek G'ayrat o'g'li Farg'ona viloyati G'ishton tumani Zohton qishlog'idan bo'lgan bu fuqaro 2019-yil fevral oyida Rossiyaga ketgan va uydagilarga aytmay xat tashlab ketgan. Xatda shunday: 2 yil Rossiyada ishlayman, keyin Koreyaga o'taman, 5 yildan keyin qaytib kelaman deb xat tashlab ketgan uyga. Oradan 5 yil o'tibdiki, uydagilar bilan xabarlashgani yo'q. Agar shu bolani ko'rganlar bo'lsa, Rossiyada iloji boricha aloqaga chiqinglar, direktdan yozinglar, shu bolani ko'rgan, yaqinda ko'rganlar bo'lsa. Hozir uni oilasi juda og'ir ahvolda ekan, iloji boricha yaqinlar mana shu videoni ko'proq odamga tarqatinglar. Keyin mana shu yigitni ko'rgan, bilganlar bo'lsa, iloji bo'lsa menga aloqaga chiqinglar, direktdan. Men sizlardan bu so'rayotganim yo'q. Faqatgina bitta yordamlaringiz, shu videoni kengroq tarqatinglar, yetib borsin iloji boricha. Do'stlarim, birlashaylik. Hammasini uddalaymiz agar birlashsak. Paddeshgan ayamanglar, yaqinlar, iloji boricha shunday yaqinlarga tarqataylik shu videoni. Mana auditoriyam 2,5 mingta odam kuzatyapti. 2,5 mingta odam 15 tadan odamga tarqatsa ham o'zi yetib boradi ko'p joyga. Iloji boricha yaqinlar befarq bo'lmaylik videoga. Tarqatinglar yaqinlar. Bir oilani xursand qilaylik. O'zi ketsa 30 sekund vaqtimiz ketmaydi. Shunday videoni tarqatib yaqinlarga uzataylik yaqinlar. Sherzodbekning o'z singillari aloqaga chiqdilar, xuddi shunday holat. Akamni yaqinlari aytishyapti, ko'rganmiz, Rossiyada ko'ruvdim deyishyapti, lekin haligacha uyiga xabar yozmagan. Iloji boricha yaqinlarim shu videoni kengroq tarqatinglar. Sherzodbek, agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Siz yaqinlaringiz kutyapti. Yaqinlarim, shu videoni kengroq tarqataylik iloji boricha. Endi bilmadim Rossiyani qayerda, lekin musofirlarga iloji boricha shu videoni kengroq tarqataylik. Agar shu bolani Rossiyada ko'rganlar bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar yaqinlarim. Do'stlar, sizlardan ko'p narsa ketmaydi. Iloji boricha shu videoni ko'proq odamga tarqating. Video yetib borsin. Sherzodbek, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, menga aloqaga chiqing. Iloji boricha ko'proq odamga tarqatinglar. Video yetib borsin yaqinlarim. Rahmat hammaga oldindan. Bir 1993-yilda tug'ilgan Qodirov Sherzodbek G'ayrat o'g'li Farg'ona viloyati G'ishton tumani Zohton qishlog'idan bo'lgan bu fuqaro 2019-yil fevral oyida Rossiyaga ketgan va uydagilarga aytmay xat tashlab ketgan. Xatda shunday: 2 yil Rossiyada ishlayman, keyin Koreyaga o'taman, 5 yildan keyin qaytib kelaman deb xat tashlab ketgan uyga. Oradan 5 yil o'tibdiki, uydagilar bilan xabarlashgani yo'q. Agar shu bolani ko'rganlar bo'lsa, Rossiyada iloji boricha aloqaga chiqinglar, direktdan yozinglar, shu bolani ko'rgan, yaqinda ko'rganlar bo'lsa. Hozir uni oilasi